Do'stlar, qaranglar, qo'limda hozirgi kunda bunisi arzonroq, bunisi qimmatroq. Bu tomga mo'ljallangan, bunisi tomga qilib bo'lmaydi. Farqini ko'rasizlar, yumshoq, bunisi qattiq. Zo'r tomoni do'stlar, mana ikkalasi ham tunika tomga qilingan, ya'ni tunika tomga qildirmoqchi. Bunisi mana ko'rasizlar, o'zi ajrab ketyapti. Bunisi esa ajragan yo'q. Bu tom uchun, spesialniy tom uchun mo'ljallangan. Narxi bundan ko'ra qimmatroq. Bu shumilizatsiya, перегородка, ya'ni bunaqa oyoq tayini shu pol deyiladi, o'ynashuvlarga qilinadigan variant hisoblanadi do'stlar. Ba'zi joylarda tomga qilishyapti. Nima uchun buni ko'rsatyapmiz? Usta akamiz aytibki, mabodo tomga qildirmoqchi bo'lsalar, mana shunaqa katta ob'yomlarga mana shunisiga ahamiyat berib qo'ysin, iloji boricha mana shu variantni qildiringlar, ya'ni qattiqroq variant. Tepasiga chiqsangiz ham hech nima qilmaydi buni. Endi bunga chiqadigan bo'lsa qarang. Farqi mana shunda xolos deyaptilar. Ya'ni bu ma'lum bir yil, ma'lum bir muddat o'tgandan keyin bu to'kilib, ya'ni tushib ketib qoladi tomdan, bunisi tushib ketib qolmaydi. Shuning uchun bunga 30 garantiya, bunga garantiya berilmaydi deyaptilar. Shuncha ahamiyat berib bersa, narxiga keladigan bo'lsa, mana shunaqa tomlarga, ofislarga, uylarga, katta-katta zavodlarga qildirmoqchi bo'lsangiz, 1 kvadrat metri $10 dan $12 gacha tushadi. Kilosi $5 dan $6 atrofida bo'lib, pastda nomerlar qoldirib aloqa qilib ko'ring.